Qozog'istonning paytavasiga qurt tushdi. Mamlakat Rossiya bilan urushdan xavfsirayapti. Ommaviy axborot vositalari. Andijonning eng boy odamlaridan biri Rahmiddin Boy o'z joniga qasd qildi. Afg'oniston bundan keyin O'zbekistonga xavf tug'dirmaydi. Muttaqi. AQShda Xitoy orqali Rossiyaga zarba berish taklif qilindi. Erdo'g'an Putin ham Bayraktarga xayrixoh bo'lganini aytdi. Birinchi zarbda tizzalarigacha Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni uzaytirdi. Bir hafta oldin Putin bilan uchrashgan Erdo'g'an Rossiyaga safar qiladi. Qozog'istonning paytavasiga qurt tushdi. Mamlakat Rossiya bilan urushdan xavfsirayapti. Ommaviy axborot vositalari. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Markaziy Osiyodagi Rossiya Federatsiyasi bilan chegaradosh yagona davlat Qozog'iston Moskva bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishga qaror qildi. Bu haqda The Wall Street Journal Qozog'istonning amaldagi hamda sobiq amaldorlari, siyosatchilari va tahlilchilarning so'zlariga tayanib yozmoqda. Qayd etilishicha, Qozog'iston endi AQSh, Turkiya va Xitoy siymosida yangi ittifoqchilar qidira boshlagan. Ko'p yillar davomida Qozog'istonda Rossiya va Xitoy o'rtasida so'zsiz mehnat taqsimoti mavjud edi. Moskva xavfsizlikni nazorat qilgan, Putin esa iqtisodiy rivojlanish bilan shug'ullangan, deyiladi maqolada. Aziz yurtdoshlar, sizlarga O'zbekistondan Rossiyaga, Rossiyadan O'zbekistonga ishonchli va sifatli avtobus xizmatini taklif etamiz. Xizmatlar har 2 kunda bir marotaba amalga oshiriladi. Murojaat uchun telefonlar +7 kodi bilan 966 834 1101, 94 kodi bilan 100 93 99 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Unutmang, biz sizga faqat eng ishonchlisini tavsiya qilamiz. Afg'oniston bundan keyin O'zbekistonga xavf tug'dirmaydi. Muttaqi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Afg'oniston xavfsizlik va iqtisodiy rivojlanish mavzusidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun O'zbekistonga tashrif buyurgan Afg'oniston Tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqi bilan uchrashdi. Uchrashuvda Afg'oniston delegatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazish tashabbusi o'z vaqtida va zarur ekanligi, bo'lajak tadbir jahon hamjamiyatiga Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha batafsil ma'lumot olish imkonini berishini ta'kidladi. Muttaqi Afg'oniston hududi bundan buyon O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlari uchun xavf tug'dirmasligini bildirdi. Afg'oniston delegatsiyasi rahbari O'zbekiston tomoniga Afg'onistonga Termiz shahridagi ko'p funksiyali transport, logistika kabi, shuningdek energetika va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish orqali ko'rsatilayotgan insonparvarlik yordami uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. Norov Afg'on tomonini xalqaro hamjamiyatning asosiy talablarini tez fursatlarda bajarish, jumladan keng vakillikka asoslangan hukumat tuzish, ayollar va milliy ozchiliklar huquqlariga rioya etish, qizlarning to'laqonli maktab ta'limi bilan ta'minlash bo'yicha samarali choralar ko'rishga chaqirdi. Andijonning eng boy odamlaridan biri Rahmiddin Boy o'z joniga qasd qildi. Andijonning eng boy odamlaridan biri taniqli tadbirkor Rush Milk Reka sement korxonalari egasi Rahmiddin Mirzayev o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Effekt.uzga Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qilgan. Tadbirkor nima sababdan o'z joniga qasd qilgani noma'lum. Mazkur voqea yuzasidan tegishli organlar o'rganish ishlarini olib bormoqda. G'oyalari, rejalari katta edi, doim katta marralar haqida o'ylardi. So'nggi bor o'tgan hafta Sho'rchi tumanidagi qurilishi boshlangan masjidga yordam jo'natganda ularning haqlariga g'oyibona duolar qilib eslagandik. Sportni yaxshi ko'rardi, ta'limni rivojlantirish tarafdori edi, homiylik ishlari ko'p edi. Alloh rahmatiga olsin, oila a'zolariga sabr va jamil bersin, deb yozgan jurnalist Xurshid Daliyev o'zining Telegram kanalida. Erdo'g'an Putin ham Bayraktarga xayrixoh bo'lganini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin unga Bayraktar dronlarini ishlab chiqaruvchi Baykar Makina kompaniyasi bilan hamkorlik qilish istagini bildirgan. SNN Turkning xabar berishicha, bu haqda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Adolat va taraqqiyot partiyasi Markaziy ijroiya qo'mitasi yig'ilishida aytib o'tgan. Erdo'g'anning so'zlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari ham Bayraktarga qiziqish bildirgan va o'z hududida dronlar ishlab chiqaradigan zavod qurishni taklif qilgan. Ukraina harbiylari Rossiyaga qarshi urushda Bayraktar TB2 uchuvchisiz uchish apparatlaridan faol foydalanmoqda va ruslarga jiddiy zarar yetkazayotganini aytmoqda. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi bunday dronlar yo'q qilinayotgani haqida muntazam xabar berib bormoqda. Proyekt nashri Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi hisobotlariga ko'ra, Ukraina armiyasidagi 20 ga yaqin Bayraktar TB2 yo'q qilinganiga, lekin ukrainlardan bunday miqdorda Bayraktarlar arsenali yo'qligiga e'tibor qaratgan.
Bir hafta oldin Putin bilan uchrashgan Erdo'g'an Rossiyaga safar qiladi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an joriy yilning 5-avgust kuni Sochiga borishni rejalashtiryapti. Bu haqda TRT xabar yozmoqda. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'an 5-avgust kuni Sochiga borishni rejalashtiryapti. U Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Ikki davlat rahbarlari Ukrainadagi vaziyat va mahsulot kelishuvini muhokama qiladi. Rossiya yetakchisining matbuot kotibi Dmitriy Peskov RIA Novosti agentligiga Putin Erdo'g'anni Sochiga 5-avgust kuni qabul qilishini tasdiqlagan. Qayd etish kerakki, Erdo'g'an va Putin uchrashganiga endigina bir hafta bo'ldi. Ikki davlat rahbarlari Tehronda Suriyada tinchlik o'rnatish bo'yicha Ostona formatidagi sammit doirasida uchrashgan edi. Birinchi zarbda tizzalarigacha. Yevropa Ittifoqi Kengashi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni uzaytirdi. 26-iyun kuni Yevropa Ittifoqi Kengashi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirishga qaror qildi. Yevrosiyo Ittifoqi Kengashi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasiga nisbatan cheklovlar 2023-yilning 31-yanvarigacha amal qiladi. Bryussel Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalar ilk bor 2014-yilda Moskvaning Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan qadamlari fonida kiritganini eslatdi. Joriy yilning fevral oyida Rossiya qurolli kuchlarining Ukrainaga hujumi boshlanishi bilan sanksiyalar doirasi kengaytirildi. Hujjatda aytilishicha, 2014-yilning 31-iyulida Rossiyaning Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtiruvchi harakatlarga javoban 1 yil davomida birinchi marta joriy qilingan sanksiyalar Rossiyaning Ukrainada maxsus operatsiyasi boshlanganidan keyin 2022-yil fevralidan boshlab sezilarli darajada kengaytirilgan. Ular hozirda moliya, energetika, texnologiya va ikkilamchi maqsadlarga ishlatiladigan tovarlar, sanoat, transport va qimmatbaho tovarlarga cheklovlarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli sohaviy chora-tadbirlardan iboratdir. Ukraina Rossiya urushi boshlanganidan keyin Yevropa Ittifoqi Rossiya Federatsiyasiga qarshi 7 ta sanksiya paketini tasdiqladi. Sanksiyalar doirasida Rossiyadan oltin, neft va ko'mir olib kirish taqiqlangan. Ko'pgina rus banklari SWIFT xalqaro to'lov tizimidan uzilgan. AQShda Xitoy orqali Rossiyaga zarba berish taklif qilindi. AQSh Kongressi Senati a'zosi Marko Rubio boshchiligidagi amerikalik senatorlar hukumatni Rossiya nefti va boshqa energetika mahsulotlarini Xitoyga sotishiga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Bu haqda Bloomberg agentligi xabar qilgan. Qayd etilishicha, senatorlar Marko Rubio, Rick Scott va Kevin Kramer Rossiyadan Xitoyga neft yoki suyultirilgan gaz tashuvchi tankerlarni sug'urtalovchi, ro'yxatdan o'tkazuvchi har qanday tashkilotga nisbatan jazo choralarini belgilovchi qonun loyihasiga homiylik qilgan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya neftini Xitoyga yetkazib berishning to'xtatilishi Pekin tomonidan Yaqin Sharq va Afrika nefti uchun kuchli raqobatga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa xomashyo narxining oshishiga olib keladi. Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar tomonidan Rossiya neftini sotib olishga qo'yilgan embargo narxlarning keskin oshishiga olib keldi. Bu esa Rossiya Federatsiyasiga katta hajmdagi xomashyoni boshqa bozorlarga, birinchi navbatda Hindiston va Xitoyga yo'naltirish va hattoki daromadlarni oshirish imkonini berdi, deyiladi xabarda.